UZI bu inson tana a'zosini ko'rish va baholash uchun ultratovush to'lqinlaridan foydalanadigan diagnostik usul hisoblanadi. Hozirgi zamonaviy tibbiyotda keng qo'llaniladi, sababi og'riqsiz, noinvaziv, xavfsiz usul hisoblanadi. UZI qanday ishlaydi? UZIda maxsus datchik qurilmasi bor. Bu orqali ultratovush to'lqinlari tana organizmiga kiradi va bundagi ultratovush to'lqinlari orqali qaytib qabul qilingan to'lqinlar odam organizmidagi a'zolarni ekran monitorida aks ettirib beradi va shunga qarab shifokor bunga tashxis qo'yadi. UZI turlari bir qancha hisoblanadi. Bular transabdominal, transrektal, transvaginal, echokardiografik, UZI screening tekshiruvi, dopplerografiya tekshiruv usullari mavjud. Bulardan eng asosiylari transabdominal, bular ichki a'zolarni ko'radi, transvaginal jinsiy a'zolarni ayollarda ko'radi va UZI screening tekshiruvlari ko'p ishlatiladi, ya'ni homiladorlikni ko'radi. UZI yordamida tabiiyki datchik orqali ko'radigan barcha a'zolarimiz kasalliklarini aniqlasak bo'ladi. Bular jigar, o't qopi, oshqozon osti bezi kasalliklari, pochkalar, jinsiy a'zo kasalliklari, qalqonsimon bez kasalliklari, yurak kasalliklari, hattoki kichkina chaqaloqlarimizda miya faoliyatini baholab, undagi kasalliklarni aniqlab berishi mumkin. Yana boshqa qo'shimcha yumshoq to'qimalardagi o'smalar, yumshoq to'qimalar kasalliklarini ham aniqlasak bo'ladi. UZI mutlaqo zararsiz hisoblanadi. Bunda hech qanday rentgen, radiatsiya nurlari ishlatilmaydi. UZI, ya'ni ultratovush to'lqini odam organizmi qulog'i bilan eshita olmaydigan xavfsiz to'lqin hisoblanadi, faqat a'zo holatini baholab beradi. Noinvaziv, UZIda hech qanday igna sanchilmaydi, hech qanaqa operatsiyalar o'tkazilmaydi, mutlaqo xavfsiz hisoblanadi.